tugat. Men Xolmas Qoyatov hasab kamerasining 3-spikeri bo'laman va sizga shabaka savollarni beraman. Birinchisi, iste'molchi to'lash evaziga nimalarni oladi? Qattiq to'lashning evaziga nimalarni oladi? Iste'molchi Qattiq to'lashdan to'lagan davlatga qattiq to'lashi qaysi iste'molchi? Boymi, kambag'almi? Shuni aniq savol bersangiz. Aholi uchun. Aholi ham qatnami har xilda. Misol uchun boylar to'lagan qattiqdan boshqa narsa olishi mumkin. Kambag'allar boshqa narsa uchun qattiq to'laydi. Agar qisqasi iste'molchi uchun yuk bo'lsa, aytingchi, quyidagilardan 3 tasini qaysi birini inkor etasiz? Ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma yuk tushmasligi uchun. Ta'lim, misol uchun kambag'allar eng uzoqdagi infratuzilma yetmagan maktablarga farzandlarini bera olmaydi. Uzoq shahardagi maktablarga yetadi. Nima uchun u yerlarda qattiq bo'lgan bo'lsa, infratuzilma nimaga rivojlanmagan, u yergacha yetib borishi kerak-ku, yaxshiroq maktablar qurilishi kerak-ku. Savol mohiyati agar qisqasi bo'lmasa, qaysi birini agar qisqasi to'lash xohlamasangiz, qaysi birini inkor qilasiz chunki rivojlanmasligi. Foydalanishni inkor qilasiz. Ya'ni ta'limdan foydalanaysizmi, sog'liqni saqlash yoki infratuzilma? To'lamagan holatingizda. Qattiq to'layman men. O'zim qattiq to'layman. O'zingiz inkor qilasiz. Ikkinchi savol. Siz savol to'g'ri berishingiz kerak. Siz aholini himoya qilyapmiz deysiz, ammo aytingchi, aholini himoya qiladigan maktab, shifoxona, yo'llar qaysi mablag' quriladi? Davlat byudjetidan quriladi, unga hammasi ham qattiq hisoblanmaydi. Bu yerga davlat byudjetini beradigan odamlar biz aholimi, lekin bu yerda qattiq to'lovlar har xilcha bo'lyapti. Shuni sal foizi stavkalarini o'zgartirish kerak. Fuqarolarni himoya qilishning eng muhim yo'li nima? Iqtisodiy barqarorlik. Qisqasi bo'lmasa, iqtisodiy barqarorlikni qanday ta'minlaysiz? Iqtisodiy barqarorlik bo'ladi. Misol uchun rivojlangan Kuvayt yoki AQShda ham qirg'izsiz eng ijtimoiy liberalizm davlatlar hisoblanadi ular. Aholisi shunchalik yaxshi rivojlanganki, qirg'izsiz bor davlatlardan ko'ra yaxshi bu davlatlar. Agar qirg'iz narxlarini oshiradi desangiz, nega qirg'iz stavkasi hamma to'lovlarda bir xil, ammo turlicha narxlarda? Chunki hamma tovarlar ham bir xil narxda chiqmaydi. Chiqqan tovarlarning real narxiga qo'shiladigan foiz ustamasi 12%. Agar 1 millionlik tovarga 12% deydigan bo'lsak, u 1.120.000 bo'ladi. 800 minglik tovarga u 900 lar atrofida tushadi. Shuning uchun u chiqqan tovarga qarab narx o'zgaradi. Demak, narxni qirg'iz emas, bozor belgilaydi. Ya'ni ishlar bozor belgilashi mumkin emas. Qirg'iz belgilab bera oladi. Bozor belgilashi mumkin. Belgilaydi, u qo'shilgan qirg'izini hech kim o'zgartira olmaydi. U davlatniki. Shu qo'shilgan qiymatini agar tovarlarga nisbatan, misol uchun ko'p tovarlarga kamroq foiz qo'yganda iste'molchilar uchun juda ham foydali bo'lar edi. Sizlar shuni qila olasizlarmi? Kamroq foiz qila olasizlar? Keyingi savolim, kichik biznesga qiyin bo'ladigan narsa nima? Kichik biznesga qiyin bo'ladi aytdingiz, lekin unga qiyin bo'ladigan narsa endesning o'zi emas, bu byurokrat jarayon. Shunga qanday fikrlasiz? Kichik bizneslar o'zi eng rivojlangan savollar so'raman. Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar, hurmatli tayinliklar, hurmatli raqib jamoa va hurmatli jamoadoshlarim. Men ikkinchi jamoaning tasdiqlamasining ikkinchi spikeri Ignal Isfonjonovman va men jamoadoshim birinchi spiker Ibrohim Iforaning gaplarini tasdiqlagan holda shularni aytib o'tmoqchimanki, davlatning doimiy barqaror daromadlaridan biri bu QQS hisoblanadi. QQS davlat byudjeti eng barqaror manbasi va iqtisodiy boshqaruv va shaffoflikni ta'minlagan eng samarali soliq shaklidir va daromad solig'i yoki foyda solig'i iqtisodiy inqiroz paytida keskin pasaydi, lekin QQS iste'molga bog'liq bo'lgani uchun bu o'z qiymatini saqlab qoldi va bu o'sha qiyin og'ir paytlarda iste'molchilarga har xil yordam pullari, ya'ni pensiya, ayollar daftaridagi yoki bir boshqa yordamga muhtoj, moddiy yordamga muhtoj bo'lgan aholilarga nisbatan moddiy yordam ko'rsatish uchun asosiy manba bo'ldi va QQS
davlat byudjetining 30% tashkil etadi. Bu O'zbekistonda, Yevropa mamlakatlarida esa bu 20-25% tashkil etadi. Afrika mamlakatlarida esa bu 30-40% tashkil etadi va bu Latin Amerikasida esa 22% tashkil etadi. Biz bu ma'lumotlarni World Bank Finance'dan oldik va O'zbekiston 2019-yil byudjetining daromadini 35%ni, ya'ni 35 trillion 993,5 millionni QQS, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'idan tushgan pullar tashkil etadi. Jami daromad tushimining 27%, 2024-yilda esa 32,5%ni tashkil etadi. Davlat daromadining bu degani davlat daromadining 1/3 qismini tashkil etadi. Narxni olishgan esa mahalliy hokimiyatlarning QQS bo'yicha yig'ilishida shu aytildiki, 2026-yildan boshlab QQS tushumlarining bir qismi mahalliy byudjetlarga taqsimlab beriladi. Toshkent shahrida bu 5%, boshqa hududlarda 20% va boshqa viloyatlarda esa bu 50% gacha tashkil etadi. Va QQS to'lash davomida oldi-sotdi jarayonlari, shu faktura va shu kabi elektron hujjatlar orqali yuritilganligi sababli bu yashirin iqtisodiyotni qisqartiradi va bu investorlarni jalb etadi va bu ochiq siyosat olib boriladi. Keyin yana bu aytib o'tganimdek, davlat byudjetining asosiy tushumlaridan biri bu esa aholiga ham foyda degani, ya'ni infratuzilma, soliq va boshqa yo'nalishlarda rivojlanishga olib keladi. Ya'ni to'lagan QQSimiz albatta bizga foyda sifatida qaytib keladi. Ya'ni bu biz uchun investitsiya bo'ladi va boshqa bir yo'nalishlarda ham rivojlanishga olib keladi. Bu albatta iste'molchilarga ham foyda. Bu yashirin iqtisodiyotni qisqartiradi deganim ham bu qo'shimcha tarzda esa bu tadbirkorlar o'rtasida intizomni shakllantiradi, ya'ni ochiqlikka, yashirin iqtisodiyotdan voz kechishga olib kelish uchun amaliy ko'nikmalarni ham beradi. Keyin bu QQSdan qochish esa tadbirkorlarning o'ziga ham zarar. Chunki yashirin iqtisodiyot rivojlanib ketganidan keyin bu ularning daromadiga ham ta'sir ko'rsatadi, o'zini ta'sir ko'rsatadi. Men o'zim nutqimni tugataman, chaqirasiz savollarga javob. Bir marta olamiz. Chaqirasiz. Biring. Shunday shoshilman, birinchi spikerman. Sizga savollar beraman. Sizga savollarimdan birinchisi bu, QQS regressiya soliq ekanini bilasizmi? QQS regressiya soliq ekanini bilasizmi? Javob olmay, keyin savol
savolimiz. Agar davlat byudjeti tushumiga kerakli soliq deb hisoblasangiz, aynan qaysi mamlakatlarda KTS stavkasi oshirilganda iqtisodiy o'sish pasayadi? Iqtisodiy o'sish pasayadi. Bu KTS ortishi iqtisodiy pasayishga olib kelmaydi. KTS oshish davlatlari mavjud. Men savol javob ololmadim, o'zim qoniqtirgan. Nima uchun KTS yo'q mamlakatlar bor? Demak, zararli soliq-ku bu. Bu KTS hamada to'lanadi, chunki bir boshqa shakl ko'rinishda bo'lishi mumkin. Misol uchun Amerikada ham aynan KTS deyilmaydi. Nima deydi? KTS biznes uchun ortiqcha yuk emasmi? Ular nega shikoyat qiladi tadbirkorlar? Bu KTS ortiqcha yuk emas, chunki tadbirkorlar shuni xohlaydi, ular yashirin iqtisodiyotda, ya'ni naqd pulda olib-sotib qilishni xohlaydi. KTS bunga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ularni daromadini qanchalarga qisqartirish mumkin. Demak, bu yashirin iqtisodiyotga eshik ochadi, to'g'ri. Qisqartiradi. KTS kambag'al qatlamga ko'proq ta'sir qiladi. Bu adolatli emas-ku. Bu albatta adolatli, chunki KTSdan tushumlar va aytib o'tganimdek og'ir damlarda doim nochor aholiga pensiya yoki bir yordam pullari albatta davlat byudjetidan qoplanadi. Bu esa albatta aytganimdek birdan uch qismini esa KTS tashkil etadi. KTS kambag'aldan ham boydan ham bir xil hisobga oladi. Buni aholi uchun tenglashtirish mumkinmi yoki qandaydir chora-tadbirlarni bilasizmi? Albatta bu hamma uchun barobar. Bu aytganimdek o'zlariga foyda, ya'ni kambag'allar hech narsa yo'qotmaydi, o'zlariga albatta qaytib keladi. Boydan olingan esa boyning o'ziga qaytib kelmasa ham kambag'al nochor aholiga qaytib keladi. Pensiya, yordam pullari va shu kabi moddiy yordam sifatida. Shunda siz boy KTS to'lasa unga hech nima bo'lmaydi. Soliqdan foydalanmaydi. Demoqchisiz boyni? Keyin savol o'tamiz. KTS firibgarlarni qanday qilib oldini olasiz? Bu tizimda firibgarlar ko'p-ku. KTS bu rasmiy hujjatlar orqali yuritiladi, elektron yoki boshqa bir hujjat ko'rinishida bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yashirin iqtisodiyotni qisqartiradi. Va firibgarlikni oldini oladi. Yashirin iqtisodiyot ham bu firibgarlikka kiradi. Hozirgi kunda deyarli yashirin iqtisodiyot ko'rsatkichimiz ko'payib ketmoqda. Bu KTS to'lamaganlar tadbirkorlarning ulushi ancha katta. Nega unday deb o'ylaysiz? Bu KTS to'lash jarayonlari borgan sari soddalashtirilmoqda. Bu hujjat tuzish va shu kabi amallarni tekshirish ham rivojlanmoqda. Borgan sari esa bu KTS to'lovchilar soni ortadi va bu ham rivojlanishga olib keladi. Assalomu alaykum, hurmatli rais, tarkibli hakamlar va o'zbekistonlik jamoa. Bizning jamoamizdagi asosiy pozitsiyamiz aniq, ya'ni qo'shilgan xizmat solig'i iste'molni jazolaydigan, kambag'allar zimmasiga og'ir tushadigan, iqtisodiy tengsizlikni kuchaytiradigan va biznesni siquvga oladigan soliqdir. Endi men birinchi fikrlarni kuchaytirgan holda raqib jamoaning dalillarini birma-bir rad etaman. Birinchisi, qo'shilgan xizmat solig'i regressiv, ya'ni adolatsiz soliq. Raqib jamoa qo'shilgan xizmat solig'i hamma uchun teng qo'llanilishi, shuning uchun adolatli deydi. Ammo bu nazariy gap. Haqiqiy iqtisodiy haqiqat shuni ko'rsatadiki, kambag'al odam o'z daromadining 80-90% iste'molga sarflaydi, boy odam esa atigi 20-30% sarflaydi. Demak, kambag'al odam real daromadining ko'proq qismini qo'shilgan qiymat solig'iga to'laydi. Bu soliqni adolatli emas, ya'ni jazo solig'i qiladi. Davlat kambag'aldan ko'proq soliq oladigan bo'lsa, foydali deyolmaymiz. Ikkinchisi, qo'shilgan qiymat solig'i narxlarni oshiradi, inflyatsiyani tezlashtiradi. Birinchi guruhimiz qo'shilgan qiymat solig'i barqaror dedi. Ha, davlat uchun barqaror, lekin xalq uchun emas. Qo'shilgan qiymat solig'i oshirilganda nima bo'ladi? Birinchi bosqich ishlab chiqaruvchi xarajatga qo'shadi, ikkinchi bosqich ulgurji narx oshadi, uchinchisi chakana narx oshadi, oxiri iste'molchi 12-15% ko'proq to'laydi. Iqtisodiy nazariya shuni aytadiki, iste'molga solingan har qanday soliq narxga qo'shiladi. Alohida aytishim kerak,
dunyoda qo'shilgan qiymat solig'i narxlarini oshirmagan hech bir davlat yo'q. Demak, biz soliqni emas, narxning o'sishini muhokama qilyapmiz. Uchinchisi, qo'shilgan qiymat solig'i biznesga yuk. Bu ilmiy fakt. Raqiblar biznes uchun yuk emas, iste'molchi to'lamaydi deya qaytarishdi. Bu faqat ideal kitobchalar emas. Aslida qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha hisobotlar murakkab. Elektron счет, faktura, qaror kod, soliq zanjiri bularning bari resurs va vaqt talab qiladi. Qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib olish oylar bilan cho'ziladi. Bu pulni vaqtincha to'lab turish biznesni aylanmadan uradi. Natijada kichik biznes eng katta zarar ko'ruvchi qatlamga aylanadi. Bu esa iqtisodiy faollikni pasaytiradi albatta. 4-inchisi qo'shilgan qiymat solig'i firibgarligi dunyoda eng katta soliq firibgarlik turi. Ya'ni raqib nazorat oson dedi. Bu noto'g'ri fikr albatta. Faktlar shuni ko'rsatadi. Yevropada qo'shilgan qiymat solig'i firibgarlik yillik 50-60 milliard yevro zarar keltiradi. Eng mashhur firibgarlik karusel sxemasi aynan qo'shilgan qiymat solig'i tufayli mavjud. Demak, qo'shilgan qiymat solig'i eng shaffof soliq emas, aksincha eng murakkab va firibgarlikka ochiq davlat hisoblanadi. Xo'p, 175 ta davlatda borligi bu uning mukammalligini ko'rsatmaydi. Nega? Chunki federativ tizimda soliq solig'i mavjud. Qo'shilgan qiymat soliq narxlar oshiradi. Iste'mol solig'i siyosiy jihatdan nozik. Demak, ko'pchilik qilgani uchun biz ham qilishimiz kerak degan bu ilmiy asos emas. 6-inchisi qo'shilgan qiymat solig'i kambag'al va o'rta qatlam zimmasiga tushadi. Qaytarish tizimi adolatsiz. Ya'ni talabalarning kontraktini misol qilsak bo'ladi. Ota-onasi davlatda ishlamaydigan kontraktdan qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. Ishlaydiganlarga kontrakt qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. Ota-onasi ishlamaydigan talabaga qaytarilmaydi. Bu nima? Bu qo'shimcha qiymat solig'ining adolatsiz qo'llanishidan yana bir misol. Shu holatimiz o'zgan qismning ijtimoiy jihatdan halol soliq emasligini ko'rsatadi. Xulosa qilib shuni aytaman, hurmatli hakamlar, bizning jamoa isbotlab berdiki, qo'shilgan qiymat solig'i bu regressiv, narxlarni oshiradi, biznesni og'irlashtiradi, firibgarlikni ko'paytiradi, ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi, kambag'al xalq zimmasiga soliq yukini oshiradi. Davlatning soliq tizimi xalqni bosimga olish uchun emas, xalqni yengillashtirish uchun yaratiladi. Shuning uchun biz aytamiz, qo'shilgan qiymat solig'i davlat uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin xalq va iqtisodiyot uchun zararli solig'dir. Men o'z nutqimni tugatdim. Chaparasi savollarga tayyor. Savollarga tayyorlanishga vaqt olasizmi? Siz aytasiz, yana o'sha yana aholi himoyalanasiz, ammo soliqsiz davlatni aholini qanday himoya qilasiz? AQSh himoya qilyapti-ku. AQSh
Hashimov sales bilan u ham o'xshab turibdi. Keyingi savol. 170 ta davlat haqiqat qo'llanayotgan bo'lsa, sizningcha bu davlatlarning bari adashganmi? Yo'q. O'zingiz xohlaysiz. Keyingi savolimiz. Iste'molchi to'lamaydi, ya'ni haqiqat iste'molchi uchun foyda emas degan fikrga ilmiy manba keltiring. PQS iste'molchi uchun foyda emas degan fikr uchun ilmiy asos fakt keltiring. Ilmiy asos bo'lsin. Biz keltirib o'tdik ilmiy asos, manbasini keltirdik. Keyingisi. Iste'molchi to'lamaydi emas, boyagi gapingizga javob, o'zi uchun investitsiya bu. Chek tizimi haqida xabaringiz bormi? Keyingi savol. Davlat uchun foydali, iqtisod va xalq uchun zarar deb aytdingiz. Iqtisodiyot va xalqning birlashmasi sizningcha davlatni tashkil etmaydi? Davlat tashkil qiladi, lekin bu yerda davlat vosita, ya'ni xalq maqsad bo'lib turibdi. Xo'p, keyingi savolimiz. Agar PQS iste'molchiga og'ir bo'lsa, nega davlat iste'molchiga chek uchun kashfiyot beradi? Agar iste'molchi uchun bosim qilish niyati bo'lganda nima uchun kashfiyot beradi? Siz iste'mol salohiyatini oldini olish uchun. Demak, PQSning foydasi bor. Yashil iqtisodiyotga qarshi kurashadi, kashfiyot berish bilan. Keyingisi, MDF davlatlari, ya'ni davlatlarida eng past qo'shimcha qiymat stavkasi O'zbekistonda 12%. Bu qanday qilib iste'molchiga bosim bo'lishi mumkin? Ya'ni siz eshitganmisiz qayerdadir qandaydir olomonni biz qisqasi to'lamaymiz deb chiqqanini yoki bizniga qisqasi og'irliklar yuk bo'ladi deb chiqqan olomon bo'lsa, shunga fakt keltiring. Qayerdadir shu narsa bo'lgan bo'lsa. Men o'sha daromad, ya'ni past kategoriyali oilalarda bo'ladi. Ular boya aytib o'tdim, 60-70%ni soliq uchun to'lashvoradi dedim. Soliq uchun ajratadi, ya'ni bu o'sha mitinglar, noroziliklarga sabab bo'ladi. Qaysi bir iste'molchini ko'proq himoya qiladi, shaffof bo'lsa yoki tartibsiz bo'lsa? Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar, tanqidchi, auditoriya va bizga qadrli abonent jamoat. Men o'zimda dastur jamoasining 3-a'zosiman, ismim Xonat Qoyatullo va o'zimning tahliliy xulosaviy fikrimni boshlayman. Birinchi spiker mavzuni to'g'ri yoritib berdi, ochib berdi uning dolzarbligini va o'zining keltirgan faktlari bilan isbotlab berdi. Va shu bilan birga ikkinchi spikerimiz ham xuddi shunday o'z nutqida faktlarga asoslangan ma'lumotlarni ta'kidlab o'tdi. Va bugungi tahlilimiz jarayonida shuni aytmoqchimanki, Inomov Islomjon nutqiga nisbatan hurmatsizlik qildingiz deb aytaman va PQS iste'molchilar uchun zarar deganiga dalil bering deb aytdilar, lekin bu hech qanday zarar emas. Chunki zararliga isbot topib bera olamizlar. Siz keyin mavzu dolzarbligini aytmadingiz, kal so'zlar keltirmadingiz va manbalarni keltirish zarur edi, ularni keltirmadingiz. Xo'p, ifora aytib o'tdi, Amerikada sales tax joriy etilgan va bu Yevropa Amerika standartlarini o'zlashtirgan va bu PQS emas degan narsani inkor etadi. Chunki xuddi shunday soliq tizimi mavjud. Va Dilshod Shohjahon o'z fikrlarida rivojlantirishga doir shu ta'limni inkor etdi o'zini nutqida va PQS to'layman deb o'zini o'zi inkor etdi. Chunki agar PQS to'lamaslik kerak edi, agar unga zarar yetkazganda va sizlar guruhlari mavzuni to'liq o'rganmagan degan xulosaga keldik. Va men aytib o'taman, va sizlarning guruhlaring yuzaki, noto'liq va populistik fikrlarga asoslangan bo'lib, PQS iste'molchilar uchun yuk deb atadilar. Lekin dunyo bo'yicha 174 ta fakt bo'yicha 174 ta davlatda PQS joriy etilgan
va MDH davlatlarining ichida eng past ko'rsatkich bizda saqlanmoqda, ya'ni 12% va ungacha 15% bo'lib kelgan. Shu manba Kun.uz va LSning va KKSning 12% bo'lishi hamma uchun bir xil bo'lishi tizimni soddalashtiradi, soliq tushirmalarini barqarorlashtiradi va iqtisodiy prognozni osonlashtiradi va bu eng adolatli soliq turi deb bilaman. Chunki iste'molchi qancha iste'mol qilsa, shunga yarasha soliq to'laydi. Ya'ni boy ko'proq iste'mol qiladi va u ko'proq xarajat, ko'proq soliq to'laydi. Va kambag'al odam kamroq iste'mol qilishiga, o'z iste'moliga munosib ravishda soliq to'laydi. Va kichik biznesga qiyin bo'ladigan narsa bu KKSning o'zi emas, balki byurokratik jarayondir. Chunki soliq emas, biz jarayonni belgilashimiz kerak, jarayonni soddalashtirishimiz kerak. Buning uchun kichik biznesga yengilliklar yaratilgan va endi o'sha KKS soliq turi yuk bo'lmasligi uchun ko'plab infratuzilmalarga va shunga doir soliqlar uchun anaqa yengilliklar berilgan va KKS iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. KKS yuk emas, chunki u kompensatsiyalanadi. Ya'ni kirim KKSni chiqim KKSdan ayirib faqatgina o'sha farqni to'laydi va bu iste'molchi uchun yuk emas, balki ishlab chiqarish tizimidagi shaffoflikka bosim beradi. Va chekning ahamiyati. Iste'molchi chekni tashlab yuboradi. Misol uchun iste'molchi chekni tashlab yuboradi, lekin tizimda tranzaksiya qayd etiladi va chek bu qog'oz emas, balki soliqni intizomli nazorat qilishga asosan bo'ladi. Bu iqtisodiyot va moliya vazirligining fakti, iqtisodiyot va moliya vazirligidan olingan narsa. Va raqibimiz o'z fikrlarini aytishdi, biz esa fakt, iqtisodiy mantiq va xalqaro tajribalarga suyangan holda ma'lumotlar beryapmiz. Va shunday yakuniy nutqimda shunday bir savol tug'iladi: barqaror iqtisodiy o'sishmi yoki soliqsiz tartibsizlik? Aniq javob: KKS mamlakat taraqqiyoti va iqtisodiy barqarorligi uchun eng muhim poydevor hisoblanadi. Va shu o'rinda raqib jamoaga savol berib ketmoqchiman, 3-spikerga. KKS biz uchun yuk bo'lyapti deb aytdingiz, lekin shu yerda olomon norozichiligini qayerda ko'rgansiz? Va faktlar bilan aytmoqchiman. KKS davlat summasining o'sha KKS soliqlari soliq tizimining 3/1 qismiga to'g'ri keladi va bu eng shaffof tizim sifatida keltiriladi. Tadbirkorlar o'zlari yaratgan narsa uchun soliq to'laydi va bu investitsiya muhitini yaxshilaydi. KKS mavjud davlatlarni aytib o'tdik, tahlil munosabatlarini ham aytib o'tdik va men o'zimning xulosaviy nutqimda, hurmatli hakamlar, biz soliqchilar yurg'un isbotlab bergan fakt, ilmiy asoslar va bergan ma'lumotlarimiz uchun bizning jamoani qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Barchaga rahmat.
uchinchi spikeri O'rolov Javohir bo'laman. Va hozir bizni jamoalarimiz ya'ni o'zimizni pozitsiyamiz bo'yicha berib o'tgan barcha argumentlarini va dalillarini yana bir bor takrorlab isbotlab beraman va sizlarga bergan ma'lumotlaringizni ham xato ekanini ko'rsatib o'taman. Va shu bo'yicha mavzumuz bo'yicha bugun xulosalarimiz bo'ladi. Xo'p, bizni jamoamiz a'zosi birinchi spiker Dilshod Shohjahon aytib o'tdilar. Bu yerda haqiqatan ham qo'shilgan qiymat solig'ini ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i qo'yilgan davlatlarda biz bilamiz, ya'ni inflyatsiyani oshishiga sabab bo'ladi. Nimaga deganda, masalan, chunki har qanaqa qo'shilgan qiymat solig'i bo'lgandan keyin ishlab chiqaruvchilar o'zida ularni xarajatlari ortadi. Xarajatlari ortgandan keyin uni ya'ni mahsulotni qanday qo'shiladi va bu yana bir bor iste'molchilarga yuk bo'ladi. Buni juda ham yaxshi ko'rsatib o'tdilar. Xo'p, narx oshishi haqiqatan narxni oshishi inflyatsiyani yuzaga kelishi sodir bo'ladi. Xo'p, keyin ya'ni Karimboy va Kumush ham bu haqda o'zini dalillarini aniq faktlar bilan keltirib o'tdilar. Endigi navbatni ya'ni boshlasam, xo'p, ya'ni sizlarning jamoalaringiz a'zosi birinchi spikeri Xor aytganlaridek, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i demak hamma davlatlar qabul qilgan edi, lekin hamma davlatlar qabul qilgani bilan hamma davlatlarda bu bir xil darajada emas. Chunki ba'zi masalan Yevropa davlatlarida biz bilamiz, ba'zi bir ya'ni ishlab chiqarish jarayonlariga, ba'zi bir iste'molchilarga qo'shilgan qiymat solig'ini mutlaqo bekor qilgan. Bu ham ya'ni o'sha bu yerdagi olimlar uni isbotlab ketganki, qo'shilgan qiymat solig'i ularga haqiqatan iste'molchilarga yuk bo'lishini ko'rsatib o'tgan. Keyingisi integratsiya dedilar. Integratsiya ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i integratsiyani rivojlantiradi. Ya'ni integratsiya bo'lgandan keyin o'z-o'zidan qanaqa ya'ni iqtisodiy barqaror bo'lamiz dedi. Ya'ni bu yerda aytmoqchiki, integratsiya nima orqali bo'ladi? Misol uchun davlat byudjeti, ya'ni davlat byudjetini aytmoqchisizlarki, ya'ni aksariyat qismini, ya'ni mutlaq qismini qo'shilgan qiymat solig'i demak tashkil qiladi demoqchisizlar. Lekin bunga misol tariqasida aytaman. Ya'ni Ikkinchi jahon urushidan keyin ko'plab davlatlar inqirozga yuz tutdi va bulardan eng rivojlanganlari sanaydigan bo'lsak, va masalan Germaniya bo'ladimi? Germaniya, Singapur, xo'p Gruziya keladigan bo'lsak, ular ya'ni qo'shilgan qiymat solig'ini yuklash orqali rivojlanib ketmadi. O'sha paytda aholining daromadi juda ham kam edi va ular integratsiya qildi nima hisobiga? Ya'ni xususiylashtirish evaziga. Demak, bu yagona hech qanaqa omil emas. O'sha paytda ham ko'rinib turadiki, qo'shilgan qiymat solig'i bu yerda hech qanaqa daxli yo'q. Demak, davlatni tez rivojlanish uchun. Keyingisi shaffoflik haqida. Shaffoflik haqida gap bordi. Shaffoflik nima? Qo'shilgan qiymat solig'i shaffoflikni ta'minlaydi. Bu demak mutlaq xato. Nimaga deganda, buni ikkinchi spiker Islomjon ham shunaqa deb ketdi-da, ya'ni bu yerda ular bo'rttirayaptiki, davlat byudjetining mutlaq hajmini. Bu yerda juda ko'p shu narsani ko'rdim. Keyin o'zlari aytayapsizda 12%ni, 20%ni tashkil qiladi. Demak, sizlarning gaplaring bir-biriga xatoligi va o'sha olgan ma'lumotlari, ya'ni o'sha manbalaringda ham olgan ma'lumotlaringni ya'ni to'liq o'qimaganliklari shu yerdan ko'rinib turibdi. Shaffoflikni aniq demak belgilamasligining sababi 2009-2020 yillarda qo'shilgan qiymat solig'i demak barcha uchun belgilandi. Lekin o'sha paytda 2020 yilda ya'ni 1 milliarddan demak iste'molchilar 1 milliarddan oshgandan keyin daromadi, shu tadbirkorlarning 1 milliarddan oshgandan keyin ular qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash kerak edi. Lekin bu yerda uchta sabab bo'ldi. Ular ya'ni to'lamasligi uchun ular o'sha 1 milliarddan oshmasligini ta'minladi. Buni qanday yo'l bilan qildi? Demak, hammasi foyda olish uchun harakat qiladi. Ular o'shani bizning daromadini to'liq ko'rsatmadi va natijada bu yerda yashirin iqtisodiy sodir bo'ldi. Ya'ni bundan ko'rinib turadiki, sizlarni shaffoflik haqida aytgan gaplaring xatoligi. Xo'p, yana bir ma'lumot. Ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i iste'molchilarga foyda deydilar, lekin mana ular daromadning aksariyat qismini qo'shilgan qiymat solig'i to'lagandan keyin o'sha sizlar aytgan demak xizmatlardan foydalanish ularning daromadi yetmasligi mumkin. Bu ham yanada iste'molchilarga ko'proq zarar berishini ko'rsatib turibdi.
Hanım. Sog'liq saqlash degan xizmat bor. Yo'q, ha? Lekin sifatlaymiz. Bu naqd pulni tuz yakuniy bo'ldi. Xo'p, bugungi debatimiz shu bilan yakun topdi. Ya'ni bizni o'z pozitsiyamiz bo'yicha argumentlar bilan boyitib o'tdik va qo'shilgan finans solig'ini davlat byudjetiga aksariyat qismini tashkil qilmasligi va uni iste'molchilarga yuk bo'lishligini aniq misollar bilan ko'rsatib o'tdik va shu bilan debatni yakunlaymiz. Eshitib turib hammasini o'ylayman. Foizlarga